Geely EX5 elektromobili sizga qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Avtomobilimiz to'liq elektrda harakatlanib 495 km masofani bosib o'tadi. Oldi dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Oldi LED optikalari bilan jihozlangan, 360 kameralari hamda oldi parktroniklari mavjud. Avtomobilimiz yon tarafdan ko'rinishi 19-razmerda Goodyear ballonlari bilan jihozlangan. Avtomobilimizda beskulchovoy dostуп, slipovoy zonalari mavjud. Salon qismiga keladigan bo'lsak, oppoq eko koja ishlatilgan. Eshik obshivka qismlari ham yumshoq material, qo'l qo'yadigan joylari koja, 4 ta oynamiz elektron tushib chiqish xususiyatiga ega. O'rindiqlarimizda elektron boshqaruv tizimiga ega bo'lib, isitish, sovutish hamda massaj tizimi bilan jihozlangan. Xo'p, rullarimiz dizayni ham juda ham chiroyli, neobishniy dizaynda ishlangan. Bemalol multimedia sistemasini hamda cruise control avtomobilimizda oddiy adaptiv cruise control emas, balki intellektualniy cruise control bilan jihozlangan. Head-up displeylari mavjud. Qo'shimchasiga head-uplari ham oddiy head-up emas. Znak o'qiydi, polasa ushiydi hamda oldida mashina va odamlar bo'ladigan bo'lsa, barchasini proyeksiyada ko'rsatib beradi. Akustika sistemasi Premium Flame Sound akustika sistemasi bilan jihozlangan. Avtomobilimizda kattagina monitor orqali barcha funksiyalarni boshqarishingiz mumkin. Qo'shimchasiga mexanik knopkalar orqali ham iqlim nazorat qilish sistemasini boshqarishingiz mumkin. Ikkita podstakannik, беспроводной zaryadkalari mavjud. Barlari ham kattagina avtomobilimizda. Lyuklari to'liq oxirigacha ochiladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz orqa qismi ham obshivka qismlari yumshoq material, pastlari koja. 3 kishi bemalol o'tirib ketish mumkin. O'rtada podkolniklari. Orqada ham yetarlicha joy mavjud. O'rnini oxirigacha surib qo'yganda ham 3 kishi bemalol qiynalmasdan ketish mumkin. Orqa uchun alohida havo chiqarish uchun deflektorlari hamda isitish tizimlari bilan jihozlangan. Bitta USB hamda Type-C portlari ham mavjud. Xo'p, avtomobilimiz yana qo'shimcha fishkalari Security ikkita fishkasi mavjud. Orqa uchun juda ham qulaylik yaratish maqsadida qilingan hammasi. Orqa dizayni juda ham chiroyli ishlangan. To'liq LED optika, orqa ham bagajlari elektron ochilib yopilish xususiyatiga ega. Bagaj qismi 461 litrni tashkil qiladi va qo'shimchasiga 50 litr zapas joylari ham mavjud. Bagajlari ham juda ham kattagina. Avtomobilning yon tarafdan ko'rinishi. Avtomobilda yo'lovchi uchun qulaylik yaratish maqsadida massaj sistemasiga qo'shimcha ravishda atamankalari ham joylangan. Bu yo'lovchilarga yana ham qulaylik yaratish maqsadida qilingan. To'lov usullarimiz haqida batafsil ma'lumotlar keyingi videolarimizda. Bizni kuzatishda davom eting hamda obuna bo'lib qo'yishni unutmang.